Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana boshlaymiz mana xudosi labo eshiklar regulirovka qilish uchun keldi. Buni eshiklarini deb ko'ramiz buni mana. Orqasidan olaylik buni. Mana yopilmayapti. Qanday yopiladi buni? Yurgan yo'li 69 kilometr yuribdi. Aka qachon chiqdi mashina? Kecha. Ha? Kecha chiqdi, Kecha olib chiqdi. 69 kilometr. Aka bitta yopingchi o'zidan buni. Qanday yopyapsiz buni? Ana bu yopilyapti. Xudo xolasa chiroq qilib beradi. Bu aka oldin ishlarni qilgan ekan. Damasni shu vizalda qilardikmi? Shu vizalda qilganmiz. Ishlar regulirovka qilingan ekan. Mana endi ikkinchi mashinasini olib kelyapti. Xudo xolasa buni ham ishlar chiroq qilib beradi. Do'stlar, mana xudo xolasa mashinamiz tayyor bo'ldi. Oynalar berk mana. To'g'ri, labo bunday qilsa, Damasga o'xshab, boshqa mashinaga o'xshab yopilmaydi. Chunki kabina kichkina. Atak mana. Hozirda ikkita qo'lda yopilib turadi. Mana endi bo'ldi hozir. Sog' bo'linglar. Biz manzillarimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Paxta qishlog'ida turamiz. Telefonlarimizni ekranga yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qildirasiz.